Oxirgi bir hafta ichida men mukammal Minecraft qamoqxonasi Paradoxdan qochishga harakat qildim. Va u yerda menga dushmanlarimdan biri bo'lgan It's yordam berdi. Va hatto eng yaqin do'stim PrimeSideXni ham yo'qotdim. Lekin oxir-oqibat biz bu yerdan qochishga muvaffaq bo'ldik. Va endi men Sharipovdan o'z qasosimni olishim kerak. Qattandir indirchis topib resurs olish kerak bor-ku. Okey, qara. Men bu tarafda mana bazam bo'lishi kerak. Go'shoq, короче, похуй. Aha, demak bazangga boramiz. Okey. Yo'q, daraxtlikda yashaysan. Daraxtlik ko'rmaganman. O'zing qan, Hawk? Hawk qansan? Da, boraman. Bo'lay, nima qilib yuribsan? O'zing o'yinda o'zing adashib yuribsan. Okey, demak shu sani uying. Tushunarli. Hop, qancha vaqt ketgan buni qurishga? Yo, nima bu? Vashshi chiroyli. Okey, bro. Ender chest kerak menga. Nimaga men uyimni aylanib yuribman, tushunmadim. Ender chest olib ber menga. Alloh, bu yerda interchesi yo'q, bu yerda emas. Nima? Ender chest yo'q? Adashmasam, podvalda bor edi, podvalda bo'lishi kerak. Okey. Tushunarli. Men sakrayman pastga, podvalga boraman. Uyga qatga loh. Xayr. Sal qoldi o'lishimga. Buni podvali qayerda endi? Shu yoqdan kirsammikin? Osh. Menimcha pastda bo'lsa kerak, zinadan pastda bo'ladi, to'g'rimi? Okey. Yo! Hech narsaga tegma. Hop. Hech narsaga. Ender chestdan narsa olaman bo'ldi. Va nihoyat meni setlarim. Qancha kutdim. Nima deysan? Harbiy trimom. Yo. Qancha olgansan? Okey, menimcha trimda menga mos tushsa kerak. Oyoq kiyimga oq qo'yaman va go'zal. Gapimni eshit. Nima demoqchisan? Men to'g'ri aytasan. Juda ham ko'zim och odamman. Juda ham. Va bu gapim bilan hozir senga aytmoqchi bo'lgan narsam. Bilaman. Pastda girxonamda juda ham ko'p narsa, lekin bu kam. Mana shu kam. Va man bu narsalarni ko'paytirishni yo'lini bilaman. Qanday qilib ko'paytirsam bo'ladi? Buni yo'li esa o'g'irlik. Yo'q, o'g'irlik, unaqa narsa aralashtirmayman. Qara. O'g'irlik yomon narsa, bilaman. U juda ham yomon narsa, lekin o'g'rini o'g'irlasa agar bu yomon narsa emas. Qiziq. Gap bor-ku, o'zbek gapi bor-ku. O'g'rini qaroqchi urdi. Men tushunaydi, adashmasam. O'g'rini qaroqchi urdi. Yes. Shunaqa narsa qilsa bo'ladi. Masalan, menda plan bor. Bu yerda sal uzoqroqda, adashmasam, Koper qishloq bo'lishi kerak. Va bu qishloq oddiy qishloq emas. Bu yerda oddiy odamlar yashamaydi, u yerda oddiy peaceful, ya'ni tinch odamlar yashamaydi. U yerda g'irt o'g'rilar yashaydi. G'irt qaroqchilar yashaydi. Bu degani, ularda agar narsasini o'g'irlasa agar shu narsani qilib bilsam men boyib ketaman. Qamoqcham bo'ladi. Va men bu narsani bir o'zim qila olmayman. Va men sendan
Yordam so'rayman. Shu hisobni o'marish uchun, shu hisobni o'marish uchun menga seni yordaming kerak. Va bilaman, hozir sen bu narsani prosta tak qilib bera olmaysan. Sen evaziga nimadir so'raysan. Shuning uchun sendan bitta savolim bor. Agar shunga yordam bersang agar, men senga qanday yordam berishim mumkin? Ya'ni nima xohlaysan mendan? Okey, unda qara. Men Sharifdan xasos olmoqchiman. Va u uchun men PvP turlarini o'rganishim kerak. Shuning uchun Swordda train qilish nima deysan? Swordda. Qilishda train. Bro. Men so'rashni bilasan o'zi ham. Молодец. Chunki menda Swordda train. Normal Swordda, you know? Yeah. Buni normal o'ynayman. Shuning uchun bu degani chill. Okey. Bo'l, unaqada kelishdik. Sen menga o'marishga yordam berasan, men senga esa qilishda skilllarni oshirishga yordam beraman. Okay. Deal, bro. O'zimiz. Unda ketdik. Ana qishloqni raid qilib kelamiz. Podnyat. Ma'ni ko'ryapsan? Ha, ko'raman. Kom. Da, ko'k, da. Kom. Bor, mashoni o'g'irlashing kerak. Tushunarli? Okey, kechqurun bo'lishini kutishim kerak edi, boshqa ilojim yo'q. Go. Yo, nimaga bu bola teskari? Yo, tushunmayapman nimaga FPS necha ba'zi qot yotibdi shuni. Yo, stanslar qilolmaymanmi? 70 FPS. Прямо 70 FPS o'ynayapman.
mana bu narsa The Tomb. Okey, nimaligini bilmadim. Olib qo'ysa arziydi menimcha. Oh, good loot. Qishloqning bor mulki. Qishloq soqchilar tomonidan qo'riqlanadi. Wow. Birorta soqchi ko'rmayapman. Mayli. Flux tomonidan raid qilindi deb yozib qo'yaman. Ne? Mana. Qo'shni ekan. What the fuck? O, glitchmi bu? Nega bu ochiq? Yo! Nima bu loot? Shunaqa loot bilan yurgan ekanda bu. Yo! 10 ta heavy core. Okay. Mana narsa meni shieldimga tushadimi? Holy moly. Yo, who the fuck? Oh, Hawk. Oh, Okay. chill. Hey, nigga. Anu. Yo, man, yo. Hech kim qolmadi? Da, hech kim qolmadi. No. Bilaman, rahmat. Короче, men bilan olib qo'y. Xo'sh, men 10 ta heavy core, beaconlar, Nether Star'mi? Men bilan ham olib qo'y, kerak emas menga. My God. Yes, bro. Bittasi swing. Oh yeah. O'zbekiston bajardim. Endi train qilamiz. Okay. Четкий. Gapirishim kerak. Judayam четкий. Oh my God. Вообще, ora, oh, business. Yes, yeah. Flug. Bola. Okay, chill. Okay, endi esa, kelishganimizda. Samanga bu yo'li o'g'irlashga yordam Ammo senga esa qilich skilllarni o'rgataman. Va sen o'zingni va'dangni bajarding. Ko'rinib turibdi. Kim qolgan? Erikor. Yeah. Man yana moyman. Avvalgidan ko'ra darajik. Endi esa mana navbatim senga yordam berishni. Hop, qisqasi, elektromagnitga qarshi urish uchun ko'proq karlaps kerak. Mana narsa juda ham foydali. Swordni kuchaytirishing kerak. Sen hozir maze yo'q. Ha, menda hozir maze yo'q. Xo'sh. Sword skill. You got the fucking maze? Oh, maze bar значит, maze bar. Okay. Cool. Четкий. Прям gap yo'q. Maze bar. Lekin elitra yo'q. Shuning uchun swordga ko'proq tayansangiz yaxshiroq. Shunda hozir what if you do that? Whatever. Boshlaymiz. Combo qilish uchun faqat sprintda bo'lish kerak. Ya'ni faqat sprintda bo'lish kerak barmog'ingiz ushlab. Demak, faqat sprint knopkasida. Ya'ni faqat sprintda bo'lish kerak. Har doim sprint qilib turish. Har doim. Va mana sprint bilan urgan paytingiz ozgina nechidir millisekund kutasiz, keyin yana oldiga borishga boshlaysiz. Ya'ni hop, mana shu ketaveradi. Jumpni ishlatishni maslahat beraman, chunki jump qilsangiz nechidir millisekund tez o'ldirasiz. Mana. Shunaqa. Hozir bitta kombo qilib ko'ring qani. Ya swing bo'ldi. Ko'rdingizmi? Orada swing bo'ldi. Swing qilish degani o'sha komboni to'xtatib biladi. Ular sizga tegib biladi. Agar komboni knockback bilan qilaversangiz agar, ular sizga tegib bilmaydi barcha. Prямо men даже combo qilib tashlaga, то есть spam qilsam ham agar umuman tegib bilmaydi. Shuning uchun orada swing bo'lmasin umuman. Faqat knockback ishlating, faqat knockback. Tamam. Aha, yana ishlaydi. Okay. Aha. Okay. Ishlaydi. Yo, namuncha qiyin bu. Ishyorsam prям ko'kka qayroq. Aha. Nimaga shot bola? Oh my god. This is easy, bro. Ой, блядь. Давай. Aha.
Aha. Aha. Aha. Ichding. Aha, ichding yana. Yana ichding. Prям 3 marta birdan yetishib ko'rding. Bundan keyin soatlab Hulk bilan shug'ullanib, o'zimning ichki kuchimni ochdim. Yo. Oh. No. No way. Come on. Okay, chill. Okay. Oh. No way. No way. Whoa. Yo. Van Goya. Van Goya. Van Goya. Van Goya. Oh my god. Yo. Yo. Gol. Yo, finally, bro. Nihoyat, nihoyat. İkincisi. Mening darsimning ikkinchi soniga o'tamiz. Va bu Carp Boxing. Aha. Yo'q. Hop. Aha. Demak, Mana shu o'tirsa. shuna. Oh. Okay. Aha. Ikkinchi tepada mana shu bo'ladi rostdan ham. Lekin agar mana tepasini yo'qsam edi, hech narsa qilib bo'lmadi. Hech narsa. Mana chiqishning iloji bo'lmaydi. Ha? Surely. Tezroq qo'yish kerak. Tezroq qo'yish kerak. Yes, surely. Tepaga 3-blokka qo'yish kerak. 3-blokka qo'yish kerak. Tamam. Bля, просто o'tirsam agar. Давай. Surely. Ana. Bo'larkan. Okay, now I can do it, bro. O'laman. Ana qilib qo'yishim mumkin. Ana qilib kontratak qilishim mumkin. Просто pastga qo'yish kerak edi. Tushunarli? Endi esa tezroq variantini o'rganish kerak. Oh! GG's, bro. GG's. Chill. Mana bo'lar ekan u. Buni ham o'rgandik. Hamma biladigan narsalarni o'rgatdim. Agar muallaq o'rgansang agar, Nihoyat. Trening ham tugadi. ya'ni zo'r qilib o'rgansang agar, yo'q. Sanki jigaring o'ldirasan. Kayf qilasan. Literally bo'lasan, lazy bo'lasan. Shuni olasan, shundaymi? Okay, chill. Oh. Va biz Hulkning uyiga qaytayotganimizda bunga duch keldik. Mana bu Beacon'ni ko'rasanmi? Zoom lazer. Okay, borib ko'rish kerak ancha. Beacon bor degani odam bor degani yo'q. Yo, nimaga bu ish ishlamaydi? Oh. Bu shunchaki o'ldirib yuborishdi. Hop, menimcha bular oddiy qishloqdagi odamlar emas. Serverdagi yangilanishdan keyin o'lgan odam shunchaki serverdan ban oladigan bo'lib qolgan va endi o'lish avvalgidan ham qo'rqinchliroq. Uyi bila. Bu changizda biz bilan o'lishmoqchimi? Da, xuddi shunaqa bo'lib to'pa qilmoqchi. Ammo bu men uchun anchagina qo'l keladi. Chunki shu borada Hulkdan o'rgangan sword skilllarimni sinab ko'rishim mumkin.
Bo'ldi, kelamiz, to'xtanglar. Xo'sh. Hop, qaranglar. Meni o'ldirmasanglar, men bitta joyni bilaman. U yerda juda ko'p narsalar bor, elitalar bor. Meni o'ldirmasanglar, evaziga o'sha joyga olib boraman sizlarni. Elitralar? Nima? Serverda bitta elitra emasmi faqat? Aka, nima bo'lganda? Qara, Sardor pastki chiziqcha uzi ID. Qara, Sardor. Agar yo'lda qanaqadir muammo chiqaradigan bo'lsang, ikkalamizni bevositani o'ldirib yuboramiz. Aniqrog'i o'ldirib yubora olamiz. Shuning uchun o'zingga ehtiyot. Hop, mana shu tarafda bo'lishi. Ha, keyin yana bitta narsa. Voice changering dabdil ekan. Hop, kimda taxta bo'lsa, kayka savorsin, mana shu suvdan suzib o'tish kerak. Kimdir o'ldi serverda.